Hop, endi bugun o'tiladigan tushunchalarimiz umumiy prosedurniy qismini ko'rib chiqdik. 1 dan 24 ta darsa PHP'ni boshlang'ich tushunchalari bilan tanishdik. O'sha bitta veb-saytni yarmigacha ko'tarib qo'ydik. Endi bu yog'ini veb-saytni ma'lum bir qismini topshiriq qilib beraveraman. Tugatib kelaveramiz. Lekin muammo joyi qolmadi. Admin panelga kirishlar bo'ldi. Faqat admin panelda o'sha yangiliklar qo'shish holatlarini qilamiz. Group berganman ularni. Update, delete, create hammasini shakllantirish kerak bo'ladi. Xo'sh. Endi bugungi o'tiradigan dars biroz boshqacharoq bo'lishi mumkin. O'rganib boshlang'ich holatda OP, ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlash qismi bilan tanishamiz. Bu agar OP ni yaxshilab o'rganadigan bo'lsak, hattoki shu darajaga yetib boradiki, o'zimiz ham shaxsiy frameworkimizni qila olamiz keyinchalik. OP ni yaxshilab o'rganish kerak. Hamma narsa borib OP ga taqalaveradi. Ayniqsa keyinchalik vida sayt qilinayotganda OP ni yaxshi bilgan odam qiynalmaydi. Nima qayerdan kelyapti? Xo'p, OP o'zi nima degani? Obyektga yo'naltirilgan dasturlash deb ketiladi. Bunda OP da Object Oriented Programming Language e'tibor beringlar. Ikkita asosiy narsa turadi. Birinchisi bu klasslar, ikkinchisi bu obyektlar. Ikkita asosiy tushunchamiz bor. Klass hamda obyektdan tashkil topadi OP dasturlash tilida. Klasslar bu sinflar oilasi, obyektlar bu klasslardan tashkil topgan holatda yaratiladi. Buni JSda ham o'tganmiz. Endi klasslarda ma'lum bir xususiyatlar, metodlar jamg'ariladi. Umumiy bitta klassdan bir nechta obyektni yaratib olaveramiz. Ya'ni bitta auto degan klassim bo'lsa, bir nechta uni obyektni olib ketaveraman. Klasslar, metodlar hamda maydonlardan tashkil topadi. Metodlari mavjud, maydonlari mavjud. Endi OP da birinchi darsimiz OP bo'yicha. Hech qanday farq qilmaydi, o'sha oldingi PHP fayl qanday ochilsa, shuni ochilaveradi. Bir ortiqcha bir nimalari yo'q buni. Faqatgina endi bunda klasslar hamda obyektlar bilan ishlatiladi. Ya'ni klass e'lon qilish oddiygina klass kalit so'zi orqali ketadi. Klass va klassning nomini qo'yaman. Misol tariqasida menda bitta klassim bor. Shop degan klassim bor. Oddiygina shop degan klass bo'lyapti. Mana shu oddiy bitta klass yaratish holati. Klass e'lon qilish ana shu. Bu klass e'lon qilinyapti va ichida bir nechta metodlar hamda maydonlar ketaveradi. Metod va maydonlar. O'zgaruvchilarni e'lon qiladi-ku. Xuddi o'sha holatda keyin funksiya bor-ku. O'shalar ichida ketadi mana shuni. Umumiy bitta obyekt hammasini yig'ib beradi menga, bitta sinfga to'plab va buni keyinchalik obyektini olib ketaveraman. Masalan, menda produkt degan o'zgaruvchini olaman-da, aynan klassdan obyekt olishga e'tibor beringlar. New shop deyman. Mana bu ko'rinishda klassdan obyekt olish holati amalga oshiriladi. Ya'ni shop nomli klassimdan produkt nomli nima bo'lyapti? Obyekt yaratilyapti. Endi ichidagi metod maydonlarim bor-ku, quyidagicha murojaat qilinaveradi. Produkt, hammasi produktga o'zlashadi. Mana bu chiziqcha orqali murojaat qilib ketilaveradi. Masalan, xuddi o'sha holatda. Misol tariqasida show degan funksiya ham bo'lsa, bunday qilib murojaat qilib qo'yaman. Show. Tushunarli? Endi e'tibor beringlar. Bu bittagina nima bo'lyapti? Obyektini yaratganman. Yana yaratishim mumkin klassdan. Ikkinchi olish. Bunda produkt va new yana shop ketaveradi. Bu ikkinchi klass obyekt yaratilyapti. Demak, bitta klassdan men bir nechta obyektni olaveraman. Cheksiz ketaveradi. Muammo bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldimi shu yergacha? Ana endi biz ham bitta yaratib ko'ramiz. Masalan, klass
ichida dollar name degan boshlang'ich nomi shunday qolaversin. Mana bu ko'rinishda o'zgaruvchilarni endi e'lon qila olmayman. Ichidagi klassni ichidagi hech qachon institlardan chiqmasin. Shu biz aytgan metodlar, keyin nima dedik? Maydonlar, dasturlar orqali boshqariladi. Dastur ruxsatlar. Ya'ni bularning oldida ruxsatini berib ketishim kerak. 3 xil ruxsat orqali ishlaydi. 3 xil ruxsat bor. Birinchi holati bu public nomli ruxsat, public. Ommaviy, umumiy ruxsat, dastur. Buni public tipida beradigan bo'lsam, buni tashqaridan turib ham o'zgartirib qo'yaveraman qiymatini. Oblanini ko'rib beraman. Keyingi holati bor. Protected. Bu himoyalangan usul. Bu himoyalangan usul, bu tashqi tomondan chaqirib bo'lmaydi, lekin nasl olganda hali o'tiladi bu temalar. Ishlab ketaveradi, nasl olganda ishlaydi. Va keyingi holati u provide. Tushunmadim, bu narsalarda nimaga ishlatamiz? Hop, mana publiclarni Funksiyaga ishlatib ketamiz, yoki metod va maydonlarga. Hop, ko'rsatib ketaman. Provide bor, bu xususiy degani. Bu shaxsiy. Faqat shu klass ichida provide nomli men metod yaratsam yoki maydon yaratsam shu funksiyani ichida ishlaydi xolos. Klass ichida. Tashqarida shu funksiya ishlamaydi. Yo'q, nasl olganda ham ishlamaydi. Asl klass ichidagi funksiyalarning nomida bu public. Mana endi protect, public, mana 3 xil dastur tushundik-a. 3 xil ruxsatli shakl. Mana endi name'ni shunday e'lon qila olmayman dedim-a. Bu ommaviy tipda public dollar name. Mana bu ko'rinishda e'lon qilinadi. Yoki ha? Yo'q. Dollar age bu ko'rinishda e'lon qilinadi. Qaranglar, shop nomli klassni e'lon qilyapsizmi funksiya? O'zgaruvchilar, xususiyatlari, o'zgaruvchilari. Name nomli o'zgaruvchisi bor, age nomli o'zgaruvchisi bor. To'g'ridan to'g'ri nimalarni ham tenglab ketsanglar bo'laveradi. John age 25. Mana ko'rinishda. Birato'la. Public tipida ketyaptimi? Bittasini publicni olib qo'ysalar, bu ishlamaydi, bu xato mana u. Shuning uchun yo public yo protect yoki provide qo'yib ketish shart. Tushunarli shu yergacha. Endi keyingi holatiga e'tibor qaratinglar. Endi bu xususiyat bo'lgandan keyin keyingi holat metodlar. Metodlar qanday yaratiladi? Funksiyalar, metodlar. Function get all degan oddiy function qilaman. Endi buni ham metodini nimasini, dasturni qo'yib ketaman. Qo'ymasanglar ham ishlayveradi, faqat berib ketish kerak. Masalan, bu ommaviy ishlatilaversin desanglar, public tipida. Tushunarli, yoniga public function get all ketaveradi. Endi e'tibor beramiz. Menga name bilan age chiqarib berish kerakmi bu? Return qaytarib bergan. This bilan olinadi o'zining qiymatlarini. Ichida mana bu o'zgaruvchilarga murojaat qilayotganda, funksiyalarga murojaat qilayotganda mana bu ko'rinishda murojaat qilinadi. This bilan. Ya'ni faqatgina ichida. Tushunarli? This masalan name demoqchimanmi? Name deyman. Qaranglar, dollarini qo'ymayman endi. Dollar qo'yilmaydi endi. This yana bitta this age. Mana bu ko'rinishda ketaveradi. Tushunarlimi? Chunki mana bu yerda dollar this deyapman-ku. Shuning uchun bularni dollarlari nima qilib ketyapti? Qolib ketaveradi. Abasan tushunarli bo'ldimi shu yerga? Qaysinga? dollar nima qilmayapti, chunki. Mana qarang, dollar this deyapman. Mana bu dollar hisobiga bu yerga dollar qo'yilmaydi. Mana buni o'zi yetarli. Ya'ni o'zidagi metod degandan keyin o'zidagi o'zgaruvchiga to'g'ridan to'g'ri mana bu ta'minlash yetadi. Tashqarida o'zgaruvchi olib ketaveradi. Shop klass ichidagiligi uchun bo'lyapmi? Ha, shop aynan agar buni ichida turmasa chaqira olmaysiz tashqaridan. This class boshqa metodlardan xalos bo'ladi. Yo'q. Faqat shuning ichida yaratiladi, metodlar va maydonlar. Shu klass ichida berib ketilinadi. Tashqaridan hech qanaqa qo'shimcha nima qo'shilmaydi. Faqat bitta holatda qo'shiladi, obyekt olinganda qo'shiladi. Xo'p. Shu funksiyani, например, klassdan tashqari joyda qanaqa joyda bezovta qilsak, Ha, hozir uni ham ko'rsatib beraman. Chaqirib ishlatishmi? chaqirib turib, zisni ishlatib ketsak. Yo'q. Qarang. Endi mana bu yergacha tushundinglarmi hozir? Mana ikkita xususiyatini yozdim va bitta metod yozdim. Get all degan. Get all degan metod yozyapman-da,
ikkita xususiyatni pechetga beryapman, return bilan pechetga emas, qaytaryapman qiymatni. Demak, get all'ni chaqirib ishlatadigan bo'lsak, mana bu qiymatga ega bo'lamanmi? Ana endi klassdan nima yarataman men? Obyektni olaman. New nima deymiz? Show. Mana ko'rinishda. Endi e'tibor beringlar. Menga masalan name kerakmi? Name o'zini ko'rmoqchiman, to'g'rimi? Produktni o'zlashib oladi. Mana bu yerda hamma ma'lumot echo to'xtab turinglar, undan oldin. Vardan bormidi bizda? Vardan dollar produkt. O'zgaruvchi haqida nima beradi? To'liq ma'lumot beradi. Mana obyekt bu. Obyektni ko'ramiz. Nima edi? Backend OP. Qaranglar mana. Bunday qilaylik. Ekonini qo'yaylik. Qaranglar, obyekt tipi klass nomi shop, shu klassdan obyekt olinyapti. Ikkita xususiyati bor. Bu name hamda age. Tushunarli bo'ldi? To'liq ma'lumot chiqarib beradi. Ana endi name string deyapti. Endi qaranglar, bizga aynan Johnni o'zi kerakmi? Echo deyman. Dollar product. Mana bu ko'rinishda murojaat qilaman. Nima deyman? Name. Tushunarlimi? Name'ga murojaat qilyapman. John. Shuniga savollar bo'lsa berib ketaylik, o'sha joyda. Qarorlar o'rnatilgan, yo narsa kirishga, login o'rnatilgan, shuni ishlatiladimi? Yo'q, umumiy ishlatilaveradi bular. Ular beraman mana. Bazadan mahlan zapros qilamiz. H deyman. 25. Ana endi funksiyasini ishlatmoqchimanmi? Mana bu get all'ni. Nima deymiz? Get all funksiya shaklida yozib qo'ysam bo'ladi. Chunki bu return bilan menga qiymat qaytaryapti-yu. Agar echo bilan berganda uni echo shart emasdi, to'g'rimi? Return bilan men qiymatni olyapman, pechatga echo tipida beryapman pechatni. Buning ichida John 25. xususiyatlari nima ham bo'ladimi? Massiv Bo'ladi, juda ham ko'p holat. Ixtiyoriy ketaveradi. Mana endi qaranglar. Tashqi tomondan public tipidami bu? Public tipida bo'lganligi uchun men product metdan name deb ishlatib ketyapman. Ishlayapti John, ha? Endi mana buni tipini nima qilib qo'yaman? Provide qilib qo'yaman. Provide. Xususiyat himoyalangan deyapti. Tushunarlimi? Endi buni men tashqaridan chaqirib ishlata olmayman. Shuning uchun kerak bo'ladi. Himoyalab qo'yadi o'zi klass ichida. Tashqariga buni ishlatib bo'lmaydi, faqat buning ichida ishlaydi. Endi ko'rmoqchi bo'lsak, get all'ni ko'rish kerak bo'ladi. Get all. Protected ishlayveradi. Faqat bunda ham nimada ishlamaydi? Tashqarida. O'sha qizilishini ochib beryapti. Protected. Himoyalanganda. Protected nasl olganda ishlab ketaveradi. Protected. Provide nasl olsa ham ishlamaydi. Uni keyin o'tib beramiz. Yo'q, hozir. Chuqurlashmay turaylik nasl. Klasslardan nasl olsa bo'ladi. Provide. Funksiya orqali chiqaryapsiz hozir. Chunki qaranglar, provide nima dedim men? Provide bo'lgan, agar provide tipida berilsa, shuni ichida ishlaydi xolos. Imonni o'zini chaqirib ishlata olmaysiz. Funksiyalarning ichida ishlataverasiz. Tushunarli? Agar uni funksiyani ham provide qilib ishlamasdan, funksiyani ham provide qilib qo'ysam, endi funksiyani ham bu yerda chaqira olmayman. Uning uchun mana qaranglar mana. Xo'p, buni nima qilib qo'yaylik? Provide. Bu yerda get o'zi bu ham xato. Hattoki hech qaysi metoddan to'g'ridan to'g'ri foydalana olmayman. Endi uni foydalanishim uchun yana bitta, endi uni tipi nima bo'lishi kerak? Public bo'lishi kerak. Public function get data. Mana bu. Endi bu yerda qanday chaqiramiz? Dollar this get all shuni chaqirib qo'ysam bo'ldi.
shu yerga chaqirib beryapti. Bu Endi bunda datani chaqirib ishlatib ketaveramiz. Ha, bu ham nima qilish kerak? Return qilish kerak. Return bilan qiymat qaytarish jo'ng. Ko'ryapsizlarmi? Himoyalanadi-da ular, ichidagi ma'lumotlar. OP da mana shu tomondan birinchi qulaylik tomonlari shular. Hali men to'liq o'tganim yo'q, faqat publicga o'tyapman. Private, protect bilan yana tushuntirib beraman. Ya'ni nasl olishga o'tganda bular ishlatib ko'rsatib beraman. Tushunarli bo'ldimi? Publicga almashtirib qo'yaylik-a. Shuni altni bosiz, hali savlanni Ctrl S qiladi, naqd bo'ladi. Yo'q, oldirib bilmayman, quvonasizlar. Mana bu ko'rinishda ketyapti. Tushunarli. Endi e'tibor beringlar. Xususiyatlar yaratdik, metodlarni ham yaratib oldik. Shu yergacha savollar bormi menga? Hop, savol bo'lmasa, yana bitta yaratib ketaveraman. Prada, to'g'rirog'i public tipida bo'lganligi uchun endi name chaqirib ishlataveramiz. Mana bu ko'rinishda Johnni qaranglar. Get all deyapman. Bir marta ishlatib beryapti. Va orqasidan bitta ber qo'yganman-da, $product name'ini tenglayapman boshqaga. O'zgartiryapman, chunki public tipida-da bu. Endi mana bu narsani yana bitta nima? Bu jarayondan keyin ko'ramiz. Tashqi tomondan klass ichidagi xususiyatni mana bu ko'rinishda o'zgartirib ketaverasizlar. Tushunarli? Agar Doniyorbek yoshini o'zgartirmoqchi bo'lsam nima qilaman? Yo'q, yoshini o'zgartirmoqchiman. 25 emas, boshqa yosh qo'ymoqchiman. Esi chaqirib olamiz-da. Hop, qanday? Product. Aha, product. Age. Hop. Ixtiyoriy. 19 da mana. Yo'q, nam integer. Yaxshi. Tushunarli. Mana bu ko'rinishda ishlatib foydalanib ketsak bo'laveradi. Shuning uchun public umumiy dastur berib qo'yadi. Public tipida berilganlarni tashqi tomondan chaqirib almashtirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Savollar. Xo'p, endi Asl xususiyatlardan nima ham ketaveradi? Obyekt o'zi ham ketaveradi. Yo'q, obyekt o'zini qanday? Yana xos. Xo'p, keyingi holatimiz endi bitta ishtirgandir olaylik. Ba'zi yo'llanishlar endi shu narsa ishlab ketaveradi. Mana shuni ichiga ketaveradi yo'llanishlar, hamma jarayoni. Klasslar, maydonlar, metodlar, ruxsatlar ham tushunarli bo'ldi. Demak, obyekt va klassga tushundik. Klass orqali obyekt yaratilyapti. Klass va maydonga ham tushundik-a? Maydonlar. Funksiyalarni maydonlar ham aytiladi. Mana buni ham aytsangiz bo'laveradi. Endi xususiyat deyiladi ko'pincha mana bu. Xususiyatlari bular metod va maydonlar. Funksiyalar. Xo'p, ruxsatlar necha xil bo'lar ekan? Public, private, protect. Ana endi keyingi holatda ishlatib ko'ramiz, qaranglar. Bitta bazaga ulanish nimasini qilaylik-da. DB connection nomli klassim bor mana, DB connection. Buning ichida biz private $host deymanda tenglayman localhost. Private sababi keyinchalik tashqi tomondan o'zgartirib qo'yish kerak emas. Root nima bo'ladi bu? Username, user password. Nima edi? Web 01 base da bu holatda db yani db name mana va private table prefix. Endi e'tibor beringlar-da.
Bu shunday qolib tursin hozircha. Qaranglar. Bitta ulanish uchun function yozaman. db function. Function ham provide qilaverayman. Provide function connection. Endi provide $db $this db teng new MySQLite. Nima deymiz? $this host $this nima edi? Username $this user password $this db name. Ana bu mesele if $this db agar true qaytarsa, qaysi db? Mana buni bitta o'zgaruvchi tenglab ketish kerak edi-yu. Hali $db teng new MySQL deb ketardimi? O'zgaruvchi qo'yib olindi, bitta ichida pusti. Error olyapman bitta yana. Provide tipida va e'tibor qaratamiz. Agar ulangan bo'lsa, echo connect ulandi. Holatda nimani chiqarib ko'raylik. Echo shuna bilanmi? Mana ko'rdik işte. Ulandi yo ulanmadimi tekshiramiz. Endi buni ishlatish uchun nima qilaman men? Obyektini olaman. $db teng new nima edi? db connection midi? Shu nomli class. Va aynan connection'ni ishlataman men bitta. Endi private. Buni ishlatib bo'lmaydi. Buni ishlatish uchun public function get count $this nima deyman? db yo connection mana bu return. Endi bu public to'g'ridan to'g'ri buni $db ni nimasi? Get count deb ishlatib ketsam bo'laveradi. Endi echo deyishyapmiz chunki agar bular ham return bo'lganda bu nima bo'lardi? Echo qanday ulanyapti? 101 nomli o'sha jadval bor, shunga ulanyapti. Agar men buni qiymatini f0 bs deydigan bo'lsam, o'sha xatolik. U nimada xato ketyapti? U ba'zan topolmayotgani uchun avtomatik mana bu xatoni beraveryapti. Bu o'zgaruvchi bor yo'qqa tekshirib beryaptimikan? Qanday chiqyapti? Shuni tekshirib beryapti. Yo'q, shart emas. Mana bu yerda demak connect bo'lyapti, to'g'ri ulanyapti. Endi nima qilamiz davomida? Xo'p, bazaga ulandi. Endi umumiy hamma ma'lumotni olishim kerak. Uning uchun ham alohida bitta qaranglar. Public function get all degan funksiya qilaman. Get all function. O'sha ma'lumotlarni olishim kerak ba'zan. O'sha bitta tablisasini olib va hop. Table name. Endi bunga o'zgaruvchi beraman. Name degan. Qaranglar, endi bunda nima ketyapti?
o'zgaruvchi bor. This table name teng bo'ladi nimaga? Name'ga. Jadval nomi shu kelayotgan name'ga teng keladi. Va keyingi holatda mana bu connectionni bitta ishlatib olishim kerakmi? Bu yerga $this connection bazaga bitta ulab olyapman shu yerda. Chunki bu funksiyani o'zini chaqirsam nima bo'lmaydi-yu. Ichida bitta ishlatib olyapman. Keyin $this db ni ishlataveraman endi. Qanday ishlaydi? Query nima select yulduzcha from $this table name. Mana bu holatda bo'ladi. Va bu narsa menga $SQL teng shu narsaga SQL degan o'zgaruvchini funksiyani ichida olyapman. While $row teng $SQL fetch array. Mana bu ko'rinishda bo'lgan. Va bu menga nimani qaytarib bersin? Mana array ishlatmadik-ku, shuni array deydi. Array. Bizda array pash bor edi. Nima qilib berardi array pash? Oxiriga qo'shib ketaveradi elementni. Qaranglar, oxiriga qo'shish uchun menda mana bu array nima bo'lishi kerak? Massif bo'lishi kerak. Pustoy massif yaratganman. Array pash $this arrayga nimani qo'sh? $rowdagi mana buni qo'shib bergan. Va oxirida return this array. Mana ko'rish. Yaratib qo'yganman mana. Va get all ni chaqiraveraman endi. Mana bu konni ham nima qilmayman? $db get all. Va ichida nima bor edi? Bitta o'zgaruvchi bormi? Demak, bu yerga nima qilishim kerak? Tablistani nomini qo'yaman men. Qanaqa tablistamiz bor edi? Web 01 page kichkina qolgan content. Demak, web content deb qo'ysam bu. Va albatta bundan qaytayotgan narsani echo bilan ko'raveraylik. Tushunarli bo'ladi. Echo printer tushunarlimi? Hop, ko'ramiz. Menga umumiy massif shaklda bu obyektni olyapmiz. Obyektga yo'naltirilgan holat. Umumiy hamma nima obyektga yo'naltirilgan ko'rinishda ketyapti bizda. Fetch array hozir umumiy SQL ga nimaga qiladi hozir? Mana bu SQL nomli o'zgaruvchiga. Obyektga o'xshagan ma'lumot chiqib ketadi bazadan. Bu massif ko'rinishga o'tkazib beradi. Fetch array massif kabi qilib sortirovka qilib ketadi. Yana nima bor edi yana? Yana bir ikkita holat. Mana array o'rniga. Ko'rdingmi? Stock bor. Object bor. Mana bu holatda ishlatib ketaveradi. Endi buni ko'rmoqchi bo'lsak, mana tayyor bitta nima bo'ldi? Klass yaratib olindi. Klass hali bor. Bu yerda about PHP ga include nima qilaman? Index PHP ni ulayapman. Undan keyingi holatda $db new db connection deb mana obyektini olyapman bu yerda. Obyektini olib turib for each nima deymiz? $db ni get all degan funksiyasi as $row. Bu yerda web content
dollar row'da nimasi? Title. Aşağıda index seçtim açmaydı. About hiçbir götürgen dursak. Road'da böyle. Tushunarli bo'ldi? Mana bu ko'rinishda olib, ishlatib ketaveradi endi bu yoqda. Mana bunaqa nimalar juda ko'p keladi. Shuning uchun yaxshilab o'rganib ketaylik shu yerda. Savollar bormi mana? Mana bu holatda foydalanish jarayonida. Endi qaranglar, shu ko'rinishda ishlasak ham bo'ladi. Xo'p, bittadan o'chirib olish holatini tayyorlasak bo'laveradi. Masalan, delete holati. Nima uchun? Delete bazadan nuqta o'chirib yuborish. Public function get delete one. Bitta o'zgaruvchi keladi. Yana nega keladi? Farqi yo'q. Qaysi terilganini qaysi qatorligini yozib. Xohlasam o'sha bitta ishlatib olsam bo'ldi-da, mana. Get all ishlatish kerak qolyapti endi. Chunki name buni ichida ketyapti-yu. Buni ishlatib olish kerak. Undan ko'ra bitta nima qilib olaylik, maylimi? This table name $name. Demak, bunga $name keladi bitta. Keyin IDs keladi. Ana endi $this mana ishlatib olaman bir marta bazaga ulanish uchun. Shuning ichida connection ni ishlataman, yana connection ni ishlatib olaman. Chunki connectionda nima ketgan menda? Mana connection ni o'zini chaqirib olaman bitta. Mana bu bitta qayta yana ishlab beryapti menda. Yo'q, this bilan chaqiriladi connection. Yo'q, shart emas. Bir marta ishlatib olsam bo'ldi shu yerda. Va keyingi holatda this db query nima qilish kerak? Delete from undan keyin this table name where id $id. Mana bu holatda. Yo'q, hali integer bo'ladi-yu. Shuni berib ketaveringlar. Lekin string tipidagi kelib qolsa, ikkita nimada o'qib ketinglar. Bu holatda ketyapti. $SQL teng bunga if $SQL e'tibor qaratamiz shu yerda. Return true, return false. Ana endi bu yoqda mana bu yerdan chaqiraman $db get delete one. Bittasini o'chirib ol, nomi, tablitsa nomi, web contentdan masalan nechinchi ID bu? 18-chi IDni o'chirib oldinglar. 18-chi IDni o'chirib tashlaydi. Tushunarlimi? Shunga shu holatlarda ishlatsak bo'laveradi. Xo'p, e'tibor qaratinglar. Misol get all bo'lsa, yana get count bor. Get count ishlatmayapmiz endi. Bas. Bu yerda echo $sum
sum deb qo'yaman. Sum nomi o'zgaruvchi menda mavjudmi? Yo'q. Bu unaqa o'zgaruvchi yo'q. Getcon desam, mana bu yerda. $db nima deymiz? Getcon. Property sum mavjud emas deyapti. Bu mavjud emas. Men tashqi tomondan shuni yozishdan oldin $db sum teng. Assalomu alaykum. Men ichkarida berib qo'ydim sum nomi o'zgaruvchi. Ichkarida bunaqa xususiyati yo'q mana bu yerda. Sum nomli xususiyati yo'q, lekin tashqarida yaratyapmanda shu xususiyatni buni maxfiy ishlatib qo'ying. Public deb qo'yadi. Tushunarli? Provide ko'rdik, tashqaridan chaqirib bo'lmaydi provide. Provide, protect, public. Hozir provide'da public'da chaqira olyapti, funksiya qilib. Ichkarida. O'shanda hozir ishlatyapti-ku, chaqira olamiz, lekin o'zgartiramiz. Public Yo'q, qarang. Provide'da e'lon qilingan mana bu xususiyatlaringiz bor-ku. Faqat mana shu DB connectionning ichida ishlataverasiz. Xohlagan yeringizda. Ya'ni provide host bor. Xohlagan joyimda mana bu yerga kelib turib, masalan bu yerda $this nima edi? Hostmidi? Shuni qiymatini o'zgartirib qo'ysam ishlayveradi, muammo bo'lmaydi. Lekin aynan shu klassdan tashqarida bu metodlarga murojaat qila olmayman. Shuni ichida ishlaydi xolos. Tushundingmi? Savollar bormi? Shu yergacha. Qaranglar bo'lmasa. Hammasi bilan tanishdik. SQL so'rov yozishni ham o'rgandik. Ular topshiriqlar. O'sha cho'chityapti. Nimaga cho'chitadi? Ko'rinyapti. JavaScript'da konstruktor bo'ladi, shunday tushunasiz. Konstruktor keyin dars o'tayman. Birdaniga ketib qoldi. Tushunmay qolmanglar deyapman menda. Shuni olamiz, to'g'ri. Tushunmay qolmanglar deb sekinroq o'taman. Chunki iyiga kerakda bu narsa. Ko'proq misollarni ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p. Endi yana boshqa bitta nima yaratsak bo'laveradi, class. DB connection bo'lyapti. Class ichida class yaratiladi. O'sha funksiyani Class, masalan, page nomli class yaratganman. Public tipida $name. Public tipida MySQL Elite degan nimamiz yo'q-ku, o'zi bor obyekt ekran degan, to'g'rimi? u ham xuddi shunaqa. New MySQLi bor-ku, MySQLi degan klass bor. Mana endi shuncha bo'lyapti. To'g'ri berilgan. New degan u obyektni olib beryapti-da nimaga? Qaranglar. Is out degan klass qilyapman. Login bor. Provide tipida login. Admin. Bo'lsam tushunganmi provide? Kirib ko'rishim joy bor. Provide. Password bor. 1 2 3 4 5 6 gacha parola. Mana bu ko'rinishda. Endi e'tibor beringlar. Bitta public tipida function qilyapman. Bu quyidagicha bo'lsin. Is out. Bunda ikkita o'zgaruvchi kelsin. Dollar login hamda dollar if shuni ichida teshlayman. This nima login teng bo'lsa dollar login
Endi buni session session start ishlamaydi shekilli. Anaqa funksiyasida Funksiyani ishlab ko'ramiz. Public function get session. Bunda ishlayver ekan. O'zi belgilash to'g'rimi qulay tomoni ishlamasam-da tagiga chizib qo'yapti-da. O'shandan bilinyapti-da. Session start qo'yganman. Endi to'g'ri bo'lsa bitta $this get sessionni chaqiring. Bir marta sessiyani ishlatavering deyapman. Shu yerda session start qilyapti-da. $session login teng nima bo'ladi? $this loginga. Mana holatda. Agar aks holda parolni olmadim, shart emas. Agar aks holda $session error teng bo'ladi. Login yoki parol xato degan ma'no. Va shu jarayon yakuniga yetgandan keyin hop. Mana endi ko'ramiz. About'da bu yergacha tushundik-a? Bitta forma qilaman. Method post level login input type text name login yetadi shu bitta bayar password parol input password name password id ham password. Mana bu yerda nima qolib ketdi desam, id qolib ketibdi. Label bilan bog'lanish kerak-ku bu. Bizda bormi ishlaymiz? Input submit maqli value tekshirish name out. Mana holat ketdi. Endi e'tibor beringlar. If set $postga kelayotgan nima? Out. Endi mana tugma bosilganda, tushunyapmiz-a? Hop, bu yerda mana bu yerda to'g'rirog'i user new is out bo'lyapti. Obyektni oldim user. Tugma bosilganda shu usersni nimasi edi? Is out. $post nima? Login $post password. Mana bu ko'rinishda olgan. Va bu yerda hop qachon tugma bosilsa bir marta ishlab olgan. Keyingi holat tugma bosilgandan keyin Mana bunga formani ichidagi informatsiya klassga bo'laveradi buni to'g'ri. Klassga, obyektga, klass metodiga isOut degan metodga murojaat qiling. Bu holatga qarab turib bizda nima bor edi? Window location bor edi. Window location masalan admin PHP ga o'tib ketgan. Admin PHP ga. Va bu yerda hop admin PHP ni ko'ryapman.
Hop, admin PHP'da quyidagicha narsa qilamiz. Session start bitta session start qilaman-da. Endi echo $session nima edi? Login. Login oluvdik-da biz. Nima edi? Admin edi? Admin 1 2 3 6 yo'q. admin adminni qaytaryapti. Endi bu yerda nima qilaman? Qaranglar. Session start if set $session login mavjud bo'lsa, admin push kelasiz. Session login mana bu holatda va undan keyin else endi hop h1da $session error va bitta tugma qilyapman. Bu tugma menga about PHP ga qaytish kerak. About PHP. Qarang. Admin qiladigan bo'lsam xatolik bo'ladi. Yo'q, parol deganmayapmiz. Tekshirish yo'q, parol. Sessiya boshlandi. Yo'q. Parolam bor-ku bu yerda. Sessiya yaratib olsa, Sessiya yaratib oldik bitta boshida. Endi o'chirish uchun qaranglar. Public function session destroy. Mana ko'rinishda $this get session ni e'lon qilaman-da. Nima? Session destroy. Mana chiqdi. Tushunarli? Mana buni e'lon qilish bitta buning ichida ham session start qilgan degan ma'noga keladi. Xo'p, endi har bir klassni e'lon qilish kerak. Chunki u tanimaydi. Mana bu e'lon qilganingizda boshqa gap edi. Ichida ketyapti-yu har birini. Zali qaytish tugmasi ezilganda shu destroy ishlab ketish kerak. Mana bu yerda adminda bitta tugma qilib qo'yamiz. Logout PHP chiqishi nima qilamiz? Logout PHP bu yerga oldin include qilasizlar. Hop. Index PHP logout then new is out. Logout nima edi? Session destroy. Session destroy qo'ygandan keyin yopamizda biz script windows location about PHP ga chiqish admin error qo'ymadingizda. Error bor-ku. Admin PHP ni session start qilyapman. Include qilish kerakmi? Yo'q, ular bosganda. Yana maqbayda session login bu deydi. Yo'q bo'lsa ham login chaqirayapmiz-da. Qaysidir? Ana shu login. Aytdim.
Yo'q, bu qachon bo'lsa keyin kiradi. Mana bu yer ishlayapti, error chiqmayapti. Yo'q, bular ishlayapti hammasi. Bitta qaysi, mana bu error ishlamayapti. Sabab about ko'ramiz. Tugma bosilganda post login adminga include bo'lish kerak emasmi? Indeksda ichidagi. yo'q. Funksiyasini bilgan yo'q. Faqat sessiyani yaratyapmiz. Error qatnashadi. To'g'ri kirib Ha? to'g'ri. Eski seksiya bor edi, to'g'ri kirib Admin deylikcha. Admin. Mana admin chiqyapti-da. Mana bu else ishlamayaptimi ekan? Menimcha o'sha iftichi halilda ham xato ketdi. Bugun eski ham get sessiya qilmaymizmi? Sessiya ishlab qo'ymizmi? O'sish bor ekan. Ancha yo'q, haqiqatan tushuncha bo'lyapti-da mana. Tushuncha bor. Yaxshi, xursand bo'lyapsizlar mana ancha. Sizlar to'xtanglar, men xursand bo'laman-da. Login yoki faroq. About-ga chiqib turib yana admin. Yana xato. Admin yaxshi. Admin. Mana ko'rinishda ishlab ketaveradi. Oddiy holat. Tushunarli. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Iloji boricha chuqurroq o'rganamiz o'qishni. Shu chuqurlashtirilgan holatda o'tilaveradi darslar. Hop, endi uyga topshiriqlar. Chuqurlash ketmasa Oddiy bitta kalkulyator qilamiz. Klassda bitta ketadi, ikkita son, bitta amal. Selectda men amalni tanlayman, inputga ikkita sonni kiritib, bitta tugmani bossam, klassdan olib turib menga hisob-kitob qilib berish kerak. Kalkulyator. Prosedurni yozmaylar tag'in. O'zimizni dehqonchi usulimiz bor. Bunaqa qilib qo'ymaylar. Xo'p, bir nechta jadvallar nomlaridan birini tanla, masalan, web mana bu yerda mana bir nechta tablisalar bor. Select ichida turadi. Men bittasini tanlasam, fonli ma'lumotini chiqarib berish kerak. Bu ham OP da ketadi. Xo'p, keyingi holatda jadvaldan bitta ma'lumotni o'chirish holati. Buni ko'rdik. Endi shuni haliga crud bor edi-yu, update'ini qilmanglar. Crud umumiy bitta OP da hamma ma'lumotni chiqarib beringlar. Qo'lingizdan kelsa, iloji bo'lsa pagination bo'lsin. Bo'lmasa shart emas. Va yonida chekkada bitta o'chirish tugmasi turadi. Bitta o'chirish tugmasi. Tugmani bitta bossam, OP holatida faqat ma'lumot o'chib ketish kerak o'sha ma'lumot. Tushunarli bo'ldimi? Hali crud qildik-ku. O'chirish tugma qildik-da. Bossa o'chib ketadi ma'lumot. o'sha qatori. Faqat shuni nimada? Klassda qilamiz. Tushunarli bo'ldimi? Savollar yo'qmi? Bugungi dars bo'yicha? Yo'q.